Yaxşımı? Az olsun köngül soğuğunu ep geldik. Yol gitmesek doyun çıkırıpsizlar deyip. Doyundan çıkıp körüp he? Yıkılıya kütülüyoruz. Rahmet. Görüşüp gidilip geldik. Rahmet. Ondan başka yana qaysı şirket? Qozon shirkat. Qo'y Qozon diyecekam, Yosin Qozonning ko'ngil so'g'isi. Qanchalik? Bir 100 qalt un. Rahmet. Shundoq bo'lgandan keyin qani jinglimay bir kipaslar. Kaslar, ekranga chiqmaslar, bo'lmaydi endi. O'zlarini bir tunishtirasizlar. Yaxshimisiz do'stlar, men mana shu Kuchar shahar Bayloyan shirkatining mas'uli. Biz Jo'nqa millat bo'lishimiz bilan shu zangni yetaverib, bizmi ozg'in ko'nglimizni yana bir 200 xalt guruch hamda chin Bayloyan shirkatiga ish xizmatchilar nomimizdan hadiya qildik. Az bo'lsa bu shahardagi nurg'un yaxshi niyatli kishilar buni ulab vaqtida yetkazishga kepillik qildiki, rahmat. Yana ondan başqa shu mush ko'ngil so'g'larning bexatar Shizandagi yosh qarindoshlarimizdan quliga yetish uchun shirkatdagi eng sifatli chaqlar yangi bo'lgan to'chayni qo'shyapti-ku. To'g'ri. Shunda qilyapti, tuqqanlar demayapti. Ammo bu gaplarni chiqarishdagi maqsad nima desa, Mehmatcha ustam, texnik tez suratda shu qarindoshlarimizga ko'ngil so'g'imizni yetkazib olaydi dedik. Bu zopini tortishdagi eng asosiy maqsad nima desa, mashinani tez suratda toshqizatmoqchi. Ma Uduldagi Baytarafga boradigan yo'l, Matratik bo'lsa Shinxoga ketadigan yo'l. Ya'ni mas jo'la bizakchilik materiallar do'konidan oldik akasanlar bo'ladi. Mush o'rindami, mush do'kondami aşağı ketadigan mashinaning chiqimlarini yüzü qilib turib, ashundoq ko'ngildan chiqarib turib qilyapti. Mush filmni ko'rgan har qanday do'stimiz munosibatsiz emas, filmni ko'rgandan keyin hech bo'lmagani ko'plab yurak bilib taqib qo'ysanglar.